Ayol kishi erini muvaffaqiyatli bo'lish uchun nima qilishi kerak? Qisqa qilib aytaymi yoki ko'p gapirayman? Duo qilish kerak ayol kishi turmush o'rtog'ini. Nima uchun duo qilish kerak? Chunki ayol kishi qanchalar ko'p o'sha turmush o'rtog'ini maqtasa, uni rag'batlantirsa, undan minnatdor bo'lishni boshlasa, turmush o'rtog'ini shunchalar ishi yurishib ketadi. Bu dunyoda aslida hamma omadli. Faqat ayolini dilini og'ritib, bolalarini ko'z yoshini oqishiga sababchi bo'ladigan yoki yaqin qarindosh urug'lari bilan bordi keldi qilishni bilmaydigan odamlar esa mana shunday muammolarga duch kelishadi. Ya'ni ularning muvaffaqiyat yo'llari kesiladi. Shunday holatda albatta turmush o'rtog'iga, ota-onasiga yaxshiliklar qilib, qarindosh urug'lariga ham hech bo'lmaganda yaxshi so'zini aytishni o'rgansa, uning muvaffaqiyat kalitlari har doim ochiladi va yo'llari ravon bo'ladi.